Qozining yoniga bir ayol kelib debdi: bundan 2 yil avval erim ikkalamizga nikoh o'qigan edingiz. Hozir esa bizni ajratishingizni so'rayman. Men u bilan ortiq bunday yashashni xohlamayman. Ajrashishingga biron sabab bormi? deb so'radi qozi. Ayol shunday dedi: hammaning eri uyga o'z vaqtida keladi. Meni erim esa har doim kech qoladi. Mana shu sababdan uyda har kuni janjal. Qozi hayron bo'lib debdi: sababi shu xolosmi? Ha, shu, men e'tiborsiz er bilan yashay olmayman deb javob berdi ayol. Ajratishga ajratib yuboraveraman, lekin bitta shart bilan. Hozirni o'zida uyingga borganda menga katta non pishirib kel. Shuni bilib qo'yki, nonni masalliqlarini uyingdan ishlatmaysan. Tuz, suv, un, tuxumni 4 ta qo'shni ayollardan so'ra va ulardan nima sababdan olayotganingni aytgin debdi qozi. Ayol uyga kelib ishga kirishibdi va qo'shni ayolga chiqibdi: qo'shnijon, menga bir paqir suv berib turing. Qo'shni: suv yo'qmi uyingizda? Axir eringiz quduq qazib qo'ygan-ku. Menga o'xshab buloqdan suv tashlamaysiz-ku. Suv bor, men qozini oldiga erimdan arz qilib borgan edim. Qozi shunday dedi deyish bilan qo'shni ayol o'z didiyosini boshlab yubordi. Agar sen meni erimni qanaqaligini bilganingda edi, necha yildan beri jabrayman, bitta quduq qazib bermaydi. Suv tugagan qo'shni, debdi. Ayol boshqa qo'shnisiga tuz so'rab chiqibdi. Tuzingiz tugab qoldimi qo'shnijon? Uyimdan tuz bor-ku-ya, deb unga bo'lgan voqeani tushuntiribdi. Gapini tugatmasdan qo'shni ayol eridan arz qilib ketibdi: agar meni erimni qanaqaligini bilsang edi, ro'zg'orga kerakli narsalarni o'z vaqtida olib kelmaydi. Ayol u yerdan ham zo'rg'a qochib boshqa qo'shniga chiqibdi. Qo'shnijon, bir dona tuxum berib turing. Voy qo'shnijon, tovuqlaringiz ko'p edi-ku, tuxum to'mayaptimi? Tuxum bor, tovuqlarim kunda tuxum berishyapti, lekin deb unga ham tushuntiribdi. Ayol qaysi bir qo'shnisiga chiqmasin, hammasi eridan shikoyat qilaveribdi. Ayol kattakon non pishirib qozining yoniga boribdi va nonni berib shunday debdi: rahmat sizga qozi janoblari. Bu nonni oilangiz bilan baham ko'ring, ammo erim bilan zinhor ajrashtirmang. Nega? Nima uchun qizim? Nega ajrashmayman deyapsan? Biron nima bo'ldimi? so'rabdi qozi. Hurmatli qozi, mening erim hammadan ham yaxshi ekan. Menga juda e'tiborli bo'lgani uchun, meni yaxshi ko'rgani uchun, qiynalmasin deb hamma sharoitlarni yaratib bergan ekan. Men ojizani ko'zini ochdingiz degan ekan.